Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Jumaniyaz Jabborovning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Jumaniyaz Jabborov 1930-yil 25-oktyabrda Qashqadaryo viloyati Koson tumanida tug'ilgan. 1952-yilda Jumaniyaz Jabborov Toshkentning filologiya fakultetini tugatgan. Jumaniyaz Jabborov Bahor nafasi 1956, Maqsad yo'lida 1958, Sahro sanami 1976, Lirika 1970, Dostonlar 1974, E'tiqod 1978, Xayolimda o'zing 1985, Ko'nglim go'zali 1991-yil, Ajab dunyo, Sevgi dunyosi 1996, Yulduzlarida xayolim, Sevgi samosi 2006 kabi asarlarni yozgan. Jumaniyaz Jabborov 1997-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni sohibi bo'lgan. 1980-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni sohibi bo'lgan. Jumaniyaz Jabborov 2010-yil 13-dekabrda 80 yoshida vafot etgan.